Ko'rinmas toshimiz bilan stolimizni tekshiramiz. Mana toshimiz parchalanib ketdi, stolimizga ijtimoiyat 50 metr tevadan stolimiz tashlaydi. Mana ijtimoiyat eng qizig'i endi odamda sinab ko'ramiz. Hozir odam boshi bilan uradi. Mana stolimiz ahvolini ko'ryapsizlar. Ijtimoiyat akamiz boshi yorildi, lekin stolimizga ijtimoiyat. Shunaqa katsivali ratan stol kerak bo'lsa, deka обычныйsi bor. Narxiga keladigan bo'lsak, 1 million 900 ming so'm bo'ladi. 4 talik bo'ladi. Xohlasalar Isabella fasoni bor. Buning narxiga keladigan bo'lsa, 4 talik narxi 3 million 900 ming so'm bo'ladi. Xohlasalar deka komfort bor. Buning narxiga keladigan bo'lsa, atiga narxi 2,5 million so'm bo'ladi. Xohlasalar kachelliklar bor, akalarimiz o'tirganda bo'ladi. Donalik narxiga keladigan bo'lsa 1 million 700 ming so'm bo'ladi. Xohlasalar 2 taligi bo'ladi. 1 million 900 ming so'm bo'ladi. Bu narxlarda ichida vodiy bo'ladi. Dastlabki mutlaqo bepul bo'ladi. Qolgan joylarga kelishilgan holatda ushbu biznesni o'rganaman sizlar. Mana bunda seriyasi bor. Kilosining narxiga keladigan bo'lsak 25 mingdan 28 ming so'mgacha bo'ladi. Undan tashqari stollari ham sotiladi. Donasining narxiga keladigan bo'lsak 280 ming so'mdan boshlab yo'g'iga ketaveradi. Undan tashqari karkaslari ham bor. Kimgadir qiziq bo'lsa, ular narxi kelishilgan holatda bo'ladi. Bu aytilayotgan narxlar donaga bo'ladi. Optimga olaman sizlar. Arzon narxga berishadi. Biz turgan joy Farg'ona viloyati Komendari Dehqonobod qishlog'idagi Islomjonov joyida turibmiz. Zakaz berish uchun akalarimiz nomerlarini